Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yana bir navbatdagi obyektimizni bitkizib uy xonadon egalariga topshirdik do'stlar. Do'stlar, ushbu obyektimizda asosiy devori so'kil qismlariga gibkiy kamelarimizni yopishtirganmiz do'stlar. Asosiy devor, so'kil qismlariga gibkiy kamelarimiz necha kvadrat ketdi va qanchaga kelib tushyapti uy xonadon egalariga qisqacha sizlarga tanishtirib o'taman do'stlar. 390 kvadrat gibkiy kamelarimizni yopishtirdik asosiy devor so'kil qismlariga do'stlar. 37 million 50 ming so'mga uy egalariga kelib tushyapti do'stlar. 95 ming so'mdan usta haqq ichida gibkiy kamelarimizni dogovor qilgandik. 95 ming so'm ichiga nimalar kiradi? Qisqacha yana bir eslatib tanishtirib o'taman do'stlar. 95 ming so'm ichida gibkiy kamelarimiz, maxsus kleyga, maxsus laka, dastavkasi va ustalar xizmatlariga ko'rib turibsizlar. Asosiy devorni tekislash, so'kil qismini qaytadan ta'mirlash, gibkiy kamelarimizni yopishtirish va lak sepish uy egalariga topshirish xizmatlariga kiradi. Do'stlar, asosiy devorga biz kafenli kley tortdik. Uy xonadon egalari olib berishdi. So'kil qismlariga ham kafenli kley tortib, tekizlab ta'mirladik do'stlar. Gibkiy kamenga qiziquvchilar ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha ma'lumotni berib o'tamiz do'stlar. Do'stlar, ushbu xonadonimizni asosiy devoriga, so'kil qismlariga gibkiy kamelarimizni to'liq yopishtirganlik haqidagi video syomkamizni video oxiriga joylaganmiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Usta akalarimizning mehnatlariga, mahoratlariga video oxirida o'zlaring ko'rib, baho berib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar do'stlar. Biz hozirda O'zbekiston bo'ylab xizmat faoliyatimizni olib boryapmiz. Gibkiy kamelarimiz usta haqq ichida 90 ming so'mdan, devor holatiga qarab 110 ming so'mgacha asosiy devor so'kil qismlariga gibkiy kamelarimizni yopishtirib kelyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. Bizning manzil Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida joylashgan. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz har doimgidek xizmatlaringdamiz. Bizni kuzatishda charchamanglar.